Assalomu alaykum Yorqinbek uz kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Endi o'tkada ma'lumot kimda mendan ko'proq bo'lsa maslahatlarsiz kerak. Xo'sh, mana hamma yog'i pat bo'libdi, ularni pat tashyaptimi? Nima qilibdi? Yo tug'ishga tayyorgarlikmi? Hali bir dona ham tuxum olmadim. Nima deylaysizlar? Tuxum xona qilib qo'ysam, ya'ni tuxum tug'ishi uchun joy taxlab qo'ysam. Men niyatim bu. Xo'sh, men bu yerda bitta, u burchakda bitta, keyin mana bu burchakda bitta tuxum qo'yish uchun setga qo'yib, sevatlar ichiga bir yumshoqroq o't qo'yib, tuxum qo'yayotgan joy qilmoqchiman. Bu sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, bunaqangi pat tashlashlar tuxum tug'ishdanmi yo o'zi shunchaki pat tashlayaptimi? Tuxumxona taxlab qo'ysam, tuxum tug'ishni boshlasa kerak, xudo xolasa. Tuxum tug'ishi uchun men hozir yemlarini makka beraman. Makkani ezilgani, kepak, yo tuxum tug'ishi uchun boshqa xil ovqatlari bo'lsa, imkon qadar agar kommentariyaga yozib qoldirsalaringiz, o'shanga qarab harakat qilardim. Hammalarga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Like bosish esdan chiqib qolmasin.